Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Sovet qirg'iz adibi Chingiz Aytmatovning Asrga tatigulik kun romanini taqdim etadi. Asrga tatigulik kun Chingiz Aytmatovning ilk romani. Birinchi marta 1980-yilda Navoiy Mir jurnalida rus tilida nashr etilgan. Asar dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingan. O'zbek tilida so'nggi marta Asl Rashidov tarjimasi bilan 2018-yilda Yoshlar nashriyot uyida 10,000 nusxali qattiq muqovada nashr etilgan. Asrga tatigulik kun asari xudosizlik, manqurtlik kabi insonlarning yomon illatlarini fosh etuvchi va bu asar o'sha davrda millionlab kitobxonlarning qalbini zabt etgan. Romandagi voqealar temir yo'lchi Edigeyning marhum do'sti Kazangapni ona Bayt qabristoniga dafn etishga urinishlari bilan boshlanadi. Sayohat davomida Edigey o'zining Sariozak cho'llarida yashagan hayoti tarixini qirg'iz xalq og'zaki ijodidan parchalar bilan birga so'zlab beradi. Muallif Sariozaklar atamasini sariq dashtlarning o'rta yerlari deb izohlaydi. Sariozak yoki ruscha Sarozek romanda bir-birini o'rnida ishlatilgan hamda bu atama xayoliy kosmodromning nomidir. Bu nomni eshitgan ko'pchilik insonning ko'z oldiga birinchi navbatda Nayman ona obrazi, uning ayanchli taqdiri gavdalanadi. Ammo asar qahramonlari Edigey Bo'ron, Abu Tolib, Zarifa singari insonlarning taqdirini kuzata turib, asosiy asar mazmunini maqsad mohiyatini tashkil etuvchi haqiqatni ko'ra olamiz. Urushda jang qilish uchun olib ketilgan, ammo yaroqsiz holda kelgach uyiga yuborilgan va butun hayoti ag'dar-to'ntar bo'lib, o'z ona yeridan ketishga majbur bo'lgan Edigey Bo'ron nemislarga asir tushib, inson zoti bardosh bera olmaydigan qiynoqlarga chidab, yurti uchun tinchligi, ozodligi uchun partizanlar safiga jang qilib, ammo tinchlik davri kelganda ayanchli o'lim topgan Abu Tolib singari shaxslar taqdiri asar voqealarining asosini tashkil etadi. Bu roman odamning odamligini ta'minlab turadigan asosiy qadriyatlar haqida dard bilan bitilgan o'lmas asardir.